birinchi o'rin uchun iPhone 17 Pro. Men hayotimda ko'rmaganman. Eshitib juda hayron bo'lib qoldim. Zo'rlari kelgan, butun respublikadan yig'ilishgan. Kuzatishda davom etinglar, ayamanglar o'zlaringiz. Ayama o'zingni challenjiga mana final bosqichiga yetib keldik. Men bugun hakamman, Zarif akamga yordam berish uchun keldim. Hozir mana juda ham tayyorgarlik jarayoni qizg'in ketyapti va bolalarni men o'zi professional sportchilarni ko'p ko'rganman, lekin havaskor bo'lib turib, bunaqa sportga qiziqish va mingtalab, 2000 talab ajimana qiladiganlarni men hayotimda ko'rmaganman. Juda ham ko'p vaqt olmasligi uchun biz qisqaroq vaqt belgiladik va o'sha vaqtga kim ko'p va sifatli ajimana qilishni biz nazorat qilib turamiz. Mani ismim Sherzod, yoshim 37 da. Soham gimnastika. Umr, rizq, baraka, kuch hammasi Allohdan. Shu yerga kelganimiz o'zi ham bitta katta baxt. Faqat o'zimga, hammaga omad tilayman. PCT Jurjonidamiz. Zo'rlari kelgan, butun respublikadan yig'ilishgan, mingta, 1,5 mingta qiladigan sportchilar yig'ilishdi. Biz sudiyasiya qilamiz. Xudo xolasa, hammaga qiziq bo'ladi degan umiddaman. Hammaga omad. Meni ismim Asadbek. Men 25 yoshdaman. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanida tug'ilganman. 4 yildan beri sport bilan shug'ullanib kelaman. Shu yerda Ayama Challenge'da bajaramiz. Hammaga omad tilayman, sheriklarimga ham. Bugun Ayama Challenge'ni final bosqichi ekan, sudya sifatida chaqirishdi meni. Men undan juda ham xursandman. Boshida boshlanganda bir marta aylanib berishi o'zi juda ham katta narsa edi. Men bir marta aylanib yarmigacha borganman. Hozir bolalar 2000 ta, 1,5 mingta qilishini eshitib, miyaga sig'dira olmayapman. Ko'ramiz, qani kuzatamiz. Xudo xolasa zo'r bo'ladi degan umiddaman. Natijaga erishgan birinchi o'rin. Ismim Bo'riyev Daler, hozirda 20 yoshdaman. Qarshi shahrida tug'ilganman. Hozirda street workout sport turi bilan shug'ullanib kelaman. Meni qo'llab turganlarga kattakon rahmat. Xudo xolasa bugun birinchi o'rinni olishga harakat qilaman. Meni ismim Jasurbek Bobobekov. Men Samarqand viloyati Nurobod tumanida tug'ilganman. Workout sport turi bilan 2024-yil sentabrdan boshlab shug'ullanib kelyapman. Qo'llab-quvvatlab подписка qilib turganlarga hammaga rahmat. У нас хорошие участники. Посмотрим, к чему они придут. Bolalarga omad tilaymiz. Hakamlarning tasman o'zim bo'laman. Hamma hakamlarga omad, bolalarga ham omad. Bosamiz. Pastgacha tushasizlar, tepagacha chiqasizlar. To'g'ri qilinglar faqat. To'g'ri. To'g'ri bo'lsin. Salom hammaga. Men Abidov Muhammad Setxon. Yoshim 19 da. Men 1 yildan beri workout sohasi bilan shug'ullanaman. Instagramda Khan Workout nomi bilan ish olib boraman. Challenge'da birinchi o'rinlikka harakat qilaman. Hammaga omad tilayman. Tashkillashtirayotganlarga adiniy rahmat. Men Botirov Ramazonman. Jizzax viloyati Zafarobod tumanidan Ayama Challenge'ga tashrif buyurdim. O'zim milliy kurash va dzyudo sporti bilan shug'ullanaman. Yoshim 28 yoshda. Ayama Challenge tashkilotchilariga kattakon rahmat. Hammaga omad. Umumiy bu challenge'da 170 ga yaqin ishtirokchilar O'zbekiston bo'ylab va qo'shni Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan qatnashishdi va final bosqichiga 6 kishi yetib keldi. 6 ta ishtirokchi va 6 ta sudya bor. Ishtirokchilarga umumiy 30 daqiqa vaqt beriladi. 30 daqiqa davomida Ayama Challenge bannerining ustida soat strelkasi yo'nalishi bo'ylab ajimani qilish kerak bo'ladi. 30 daqiqaning ichida kim toza va ko'p bajarsa, o'sha birinchi o'rinni egallaydi. Qaysi ishtirokchiga qaysi sudya tushishini mana bu qog'ozlarga yozilgan. Shundan tanlab olamiz. Shunda hech qanaqa norozilik bo'lmaydi. Bitta-bitta kelib ishtirokchilar qog'ozni tanlab oladi. Keling. Kim? Ha? Muhiddin. Kim? Abbos. Abbos. Bunyod. Bunyod. Keling. Valentin Mixaylov. Misha aka. Abdulloh.
Valeri bo'ling. Hamma tayyor. Uchastkanglar tayyor, sudyalar tayyor. Ketdik. Ayama o'zingiz.
Давай, давай! Besh, olti! Давай, 7, 8! Sakkizinchisi ketmadi. Ko'p ishlamayapti, Valer. Anaqa bo'ladi hozir bolalar. Hammani bitta olsa, Молодцы. Men ishtirokchimni to'g'risini aytaman, ozgina qiynalman, chunki menimcha eng idealniy qilayotgan meni ishtirokchim. To'g'risi, bu mening shaxsiy fikrim. Habib aka ishtirokchi sizniki kalta bo'pti, mana. Endi cho'kki. Bitta 1 2 3 4. Давай, toza qil, dushmanlar ko'paygan. Zo'r, zo'r. ishtirokchi qo'l 90 gradus egilsa, stop. Shunga kelishdi hakamlar bilan 90 gradus egilyapti va bel qismini ham bir xillikda tushiryapti. Beli ko'tarilib qolmayapti. Sen bo'ydan bo'lsang mayli. Он 3 круга подряд вообще не отдыхал. Ни жопу не поднимал, ни колени не ставил. Отпускается до конца, поднимается до конца. Я левым, правым глазом наблюдаю за остальными, лучше него пока никто не сделал. Это не за то, что он мой участник и я его судья. Реально, он хорошо идет. Посмотрим, что получится с этого. 11-minut. Брат, как ваш участник? Мощный работает. Командам зор ishlayapti. Korpus o'ziga tushib ketyapti, так что. Раз. 3, 4, 2, корпус. 5, 6. Брат, как ваш участник? Нормально, брат. Красавчик. Раз, два, три. Брат, как ваш участник? Он самый чистый парень. 1, 2, 3, 4, 5.
Aka, hamma jarayonni ko'ryapsiz. Taxminingizcha kim birinchi bo'lib chiqib ketadi? Hozircha nega noto'g'ri qilayotganlari ham bor, qarab turibman. Hozircha bilmayman. Ozgina turib aytaman. O'zi ko'rinib turibdi. Mani taxminim bo'yicha birinchi bo'lib bizni tark etadigan ishtirokchi mana bu ishtirokchi. Qosima taxminim ikkinchi tark etadigan ishtirokchimiz mana bu. Uchinchisi mana. Ya'ni uchinchi o'rin egasi bilan yo'q. Birinchi ishtirokchi. Birinchi bo'lib tark etadiganlar mana bu ishtirokchimizni o'ylayapman. Beshinchi bo'lib tark etadigan, ya'ni ikkinchi o'rin bo'ladigan. Bu boshdan birinchisi. Birinchi o'rinni oladigan ishtirokchi mana bu ishtirokchimiz deb o'ylayapman. Men bu shaxsiy fikrim. Men bularni 6 ishtirokchini ham mana shu zalga kelib ko'rdim. Ular bilan tanishmasmiz, chunki bittasi o'zi Angrendan, bittasi Qashqadaryodan, bittasi Samarqanddan, yana bittasi Toshkentdan, ikkitasi Toshkentdan. Bu men shaxsiy fikrim. O'zbekistonda zo'rlari kelgan, mana o'zini ko'rsatyapti kelishda. Ayamayotibdi o'zini. Zo'r bolalar kelgan, yig'ilgan. Hammalaringiz ko'rib turibsizlar, o'zlaringiz ko'rib baho beringlar. Hamma qanaqa qilayotganlarga обязательно baho berib yozinglar. Kim qanaqa qilayotganini обязательно qaranglar, tomosha qilib yozinglar. Berilgan 30 daqiqadan yarmi ortda qoldi. Biz hozir ishtirokchilarni qanaqa darajada ketayotganligini sudyalardan so'rab olamiz. Berilgan vaqtda teng yarmi o'tdi. Ishtirokchimiz qanaqa natija ko'rsatdi? Zo'r ketyapti. Hammadan zo'r ketyapti oldinda. 5 ta bo'lyapti nihoyat. 5-guruh birinchi ishtirokchi. Berilgan 30 daqiqa vaqt teng yarim ortda qoldi. Siz ishtirokchingiz qanaqa holat? Holati yaxshi. Men asosiy xavotir olganim buni sog'lig'i haqida. Men aytyapman, dam olgan ozgina. O'zingga dam berib qilgindimman, lekin texnikasini to'g'ri bajaryapti uchun juda tezlashib ketmagindimman. Nechinchi guruhga kelgan? Biz mana 5-ga hozir yetib kelamiz. Ikkinchi ishtirokchimiz ham 5-guruhda. Berilgan 30 daqiqa vaqti teng yarim ortda qoldi. Sizda ishtirokchingiz holati qanaqa va nechinchi guruhga keldi? Endi men общийsini hammani ko'rishga ulgurmayapman, lekin men sal qattim qo'llik qilib ishtirokchimni ozgina qiynab qo'ydim menimcha, chunki shartda boshida berilganda aytildi. Endi bu oxirida kim noto'g'ri qilayotgan bo'lsa, bu narsani men bari ko'rib turibdi. Bu syomkalarni ko'rib chiqamiz-ku hali. Men ishtirokchim chotki nima deydi, texnikani bizmay qilgani uchun ancha charchatib qo'ydim. Menimcha bitta ishtirokchilarning ichida eng yosh kattasi ham men ishtirokchim, yosh o'zinikini oladi. 37 yosh bola, bitta 19 yosh bolalar bilan
musobaqalashyapti. Bu bu joyi o'zida ishtirokni o'zi katta narsa deb bilaman, to'g'risi. Bu o'zi ishtirokni o'zi yutug'ingiz, aka sizni. Конечно. Nechinchi guruhga keldilar? Biz 3-guruhdamiz. Omad. 3-chi ishtirokchimiz 3-guruhda. Berilgan 30 daqiqa vaqti teng yarim ortda qoldi. Ishtirokchisi holati qanaqa? Nechinchi guruhga keldi? Hozir krugini to'shib aytaman. Holati yaxshi ketyapti. Krugi 1 2 3 4 5-guruh, 6-guruhda qilyapti hozir. Hozir 6-guruhda. 6-guruhda bosyapti. Hali ko'p qiladi. Hali ko'p qilsa kerak deb o'ylayapman. Ko'ramiz qanday bo'ladi. Omad. 10. Berilgan 30 minut vaqtda teng yarim ortda qoldi. Ishtirokchisi holati qanaqa? Nechinchi guruhga keldi? Hozir точно aytaman, где-то 6-kruг keladi. 5tasini tugatdi. 5 tugayapti. Zo'r. Hammasi cho'tki, hammasi ровно ketyapti. Berilgan 30 daqiqa vaqtda teng yarim ortda qoldi. Ishtirokchisi holati qanaqa? Nechinchi guruhga kelgan? Hozir krasavchik bola, gap yo'q, молодец. Уже kecha уже 1 minut qilgan ekan bu hali. Hozir 5-guruh tugab, уже 6-guruhga ketyapti, normal. 1 2 3 4 Har bir daqiqa o'tgan sari ishtirokchilar oxirgi kuchlarni sarflashni boshladi. Hozir mana birinchi ishtirokchimiz futbolkasini yechib oldi. So'nggi o'ynagan uchun o'dala. Ayama o'zingni. Bir gap bo'lar. Yuragimiz urayotganiga shukr. Allohdan berilgan eng katta padarga bu sog'ligimiz, hayotimiz, yuragimiz, borligimiz.
Aka, mana motivatsiya sizga. Aka, mana sizga motivatsiya. Mana naqd. Ha. Aka, mana motivatsiya. Dam olganda ham просто tak dam olmayapti-da, o'zini qiynab dam olyapti. Gap yo'q. Kecha bu O'zbekiston chempioni bo'lgan. Ramazon aka, bu ishtirokchimiz kecha kurashdan 66 kilogramm vesda O'zbekistonda birinchi o'rinni egallabdilar. Ancha kuch yo'qotib, hozir kelib mana challenjni bajaryaptilar. Aka, mana bu motivatsiya sizga, mana ochilmagan. Aka, mana sizga motivatsiya ochilmagan, tachka turibdi. Bosing, omad. Nima xossiz aka? Hozir. Mana motivatsiya. Xalaqit beramiz. Bosing, mana turibdi naqd. Murojaat.
Oxirgi daqiqa, oxirgi soniyalar ketyapti. Ko'rib turibsizlar. 20 sekund qoldi, 20. Boshiga boraylik. Uch, ikki, bir, tamom. Ayama challenge'iga bunchalik respublikamizdan hamma qiziqib ketishini kutmagan edim. Hammaga rahmat. Ayama o'rtoqlar o'z-o'zini. Chempionlarni aniqlaydi. Hozir Misha bilan mani 9 guruhi ham bor bu. Dach bitta videoni ham bitta ko'rib chiqaylik. Yo'q. Orqasi. Ha, endi buni plus qilib berib olamiz. Mana hozir juri a'zolari maslahatlashib o'tirishibdi. Lekin o'ylayman men kamroq qilib qo'ydim. Kamiz yutadi. Yo, Zo'ra birinchi o'rinni oladi. 100 ta emas, 50 ta qilsin, to'g'ri qilsin. Sifatni nechta qildim? Rovna, bo'l. Ishtirokinglar uchun sizlarga katta rahmat. Hammanglar maladessizlar, zo'r musobaqa ko'rsatdinglar. Biz ham xursandmiz va shu Zarif akamga minnatdorchilik bildiramiz. Shunaqa Ayama o'zingni challenge'ini qisqa muddatda shunaqa ommaviylashtirdilar va mana oxiri finalga yetib keldi. Buni ham tugatdik. Men hozir Zarif akam bilan gaplashib, bu xuddi shunaqa shunga o'xshash bizani O'zbekiston Bodybuilding IFBB federatsiyasida fitness challenge degan yo'nalish bor. O'sha yo'nalishga kelajakda sizlarni taklif qilamiz. Shunga o'xshagan mashqlar shu yengilroq vaznlar bilan ko'p martali vaqtda chegaralangan, o'sha vaqtda ko'p marta qilinadigan mashqlar. Xudo xolasa bu federatsiyada Osiyo jahon chempionlari bo'lishi mumkin. Fit City zaliga minnatdorchilik bildiramiz. Shunchalik sharoit yaratib, shunaqa chiroyli sharoitda shu challenge o'tkazishga imkon berishganligi uchun 3 ta birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarni e'lon qilaman. Sovg'alarni mana Mikhail Valenkin va Zarif akam o'zlari topshiradilar. Faqatgina 3 ta o'rinni e'lon qilaman. Qolganlarga ishtirok uchun oldindan minnatdorchilik bildiraman. Demak, 3-chi o'ringa biza sudyalar bilan maslahat qildik. Asosiysi faqatgina shu necha marta qilish emas, balki sifatga ham e'tibor berdik va o'sha повторениyalarni qayta qilishlarni ham hisobga oldik. Hammamiz shu hozirgi hakamlar kengashib 3-chi o'ringa Boriyev Dalerni 3-chi o'rin deb topdik. Tabriklayman 3-chi o'rinni mukofoti. Demak, 3-chi o'ringa 2 million so'm pul mukofoti. 2-chi o'ringa Bobobekov Jasur. Men o'zim qaradim, malades Jasur.
Demak, 5 million so'm pul mablag'i. Tabriklayman. Bu yerda o'zi sudyalar hammamiz har qayoqda bitta sportchini ustida o'tirganligimiz bilan baribir boshqa joylarni ham kuzatdik. Kimni sportchisi qanaqa sifatli bajaryapti, keyin martasini ko'p qilyapti yoki qisqa bo'lib qoldi va oradagi damlarni ham e'tiborga oldik va o'zimiz gaplashib hech kimga yon bosmagan holda, chunki biz sizlarni hech qaysilarini tanimaymiz. Misol uchun o'shaning uchun shu hamma narsani e'tiborga olgan holda yon bosib ham bo'lmaydi. Albatta video bor, videoda ko'rishingiz mumkin. Birinchi o'rin Abidov Muhammad Saidxonga bo'ldi. Tabriklayman ekan, молодец. Men mashqda o'tirib ko'rib o'tirdim, u yoqda qanaqa sifatli va qaytarilishini ham ko'p qilgan ekan. Tabriklayman. Bitta rasmga tushamiz. İştirakçılarni taklif qilamiz. Ularga ham sovg'amiz bor Zarif akam tomonlaridan. 500 ming so'mdan pul. Men sizni muxlisingizman Sherzod, молодец. Demak, qolgan o'rin olmagan qatnashchilar ham, bular ham juda ham ajoyib, молодец. Shu paytgacha yetib kelishdi. Bularga 500 ming so'm pul mablag'i va o'zimizdan shu Zarif akam tomonlaridan sovg'alar. Xudo xolasa o'sha boshida aytib o'tganimdek, federatsiya qoshida yana xuddi shunaqa musobaqalar uyushtiriladi. O'shalarda o'ylaymanki, jahon arenalargacha nasib bo'lsa chiqamiz. Abi aka, sizga bayramda. Xo'p, rahmat. Ukajon, sizga bayramda. O'rtoqlar, birinchi o'rin sohibi Abidov Muhammad Saidxon. Men 18 yoshman. Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida tug'ilib o'sganman. Hozirda 1 yildan beri workout sohasida shug'ullanaman. Men o'zi 365 kunlik challenge boshlagandim. Har kuni Brus va Anjmanada sanoqni ko'paytirib, yilda oxirida 365 lik olib chiqish niyatim bor edi. Zarifjon Quvvat akani challenge-larini ko'rib qolib qatnashish niyat qildim va Xudoga shukr, birinchi o'rinni nasib qildi. Qarang o'zi, to'g'risini ayting, mana keldingiz, 6 ta ishtirokchiligini bildingiz-da, boshlanishdan oldin nechinchi o'rinni olaman deb xayollingizdan o'tdi? 3-o'rinni olaman deb o'tdi. Chunki kecha 1700 anjumana qilgandim. Vassilevnida tiklanish, hali mushaklarim tiklanishga yurgan yo'q edi. Mana shu final o'tkazilishidan bir kun oldin 1700 anjumana qilib kelgan ekanlar. Vassilevnida bo'lishga ulgurmagan holda mana shunaqa natijani qo'lga kiritdilar. Sizga omad. Bunaqa challengelar hali Zarifjon Quvvatov tomonidan ko'p o'tkaziladi. Boshqa turlar bo'yicha ham challengelar o'tkaziladi. Butun O'zbekistonda, butun dunyo bo'yicha barcha yosh va qarilar hammasi ishtirok etishi mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.